Oshda nima bo'ldi? Bittaga sir bor, hech kim aytmaysan? Yo'q, nima sir bu? 20 million kredit to'lovdi. O'shani uyimdagilar bilmaydi. Hech kim aytmagan, bittasan bildi xolos. Ayji nima gap? Yo'qmisan? Aybo kredit olgan ekan 40 million. Buni hech kim bilmasa gap bitta menga shuni aytdi. Hech kimga aytib qo'ymagan ha. Bo'ldi hol. İşte ishonaver. İbo borku 80 milyon kredi oldu. Ha, işte uydagilar hech kim bilmasa ekan o'sha. Hech kim bilmasa, mana o'sha hech kim bilmaydi. Vallahi bir min şey Sen o'zim masalan yaxshimi? Ana bitta bola borku o'sha Короче 200 million qazobdir, 40 ketib bo'libdilar-da. Ikkita xotinlarga nasib sparka beribdilar, boshqa beribdilar. Короче 40 ketib bo'libdilar. O'ydagilar bilmasa kasalga ishni aytmagan hech kimga. Menga chon aytishdi-da. Vallahi xo'p. Nima gap, tuzumsan o'zingni? Ha, o'zingizda bitta bolada o'sha 400 million kreditni qaziga o'tib bankka tushiribdi-ku. 20 million olgan xolos. Ajibsi 400 million olibdi-ku. O'sha o'zimman 20 million oldim xolos. Hatto dedi xolam aytdilar, tualetga ham chiqib o'tdiman. Dubayga qo'shilsan dedilar, ikkita xotin bilan. Ha, o'sha o'zimman. Biz hayotda bir yashamalu ekanda kredit olaverib. Gare, ясно, касса, чтоб не погас, бля. Gare, кастрюля,